Nihoyat Xoya va Sofer o'zlarini sevimli ishlariga qaytishdi. Ish boshqaruvchi etib tayinlanganimdan so'ng kutubxona va oshxonadagi boshqa ishlarimni bajara olmadim. Ruxsatingiz bilan kundalik qilingan ishlar haqida hisobot bermoqchiman. Saroy ishlari qanday olib borilayotganidan ko'nglim to'q bo'lishi uchun seni bu yerga ish boshqaruvchi etib tayinladim. Sen hisobot berishing shart emas. Men senga ishonaman. Yuksak ishonchingizga loyiq bo'lishga harakat qilaman. Sen albatta buni eplaysan. Aks holda bu darajaga ko'tarila olmasding. Taroqdan foydalanishdan maqsad sochdagi chiganlarni yechishdir. Yuzarsif ham saroydagi ishlarni yaxshi bajarmoqda, ham ishonchingizni yanada qozonmoqda. G'oyat hayratlanarli. Zodagonlarga xos mag'rur Zulayxo odatda hech kimni maqtamaydi. Chunki asosan boshqalar uni maqtashadi. Zulayxoning ishonchini qozongan bo'lsang, bilki, saroydagi barchani ishonchini qozonib bo'libsan. Ofarin Yuzarsif. Men Yuzarsif saroy ahlining qalbiga kirib bo'lganiga ishonchim komil. Men o'zimni bunchalik qattiq hurmatga loyiq deb hisoblamayman. Agar biror narsa qilgan bo'lsam, men faqat o'z burchimni bajarganman. Putifar hojamiz ruxsat bersalar, men ishimga qaytay. Bu saroyda bu kabi kirish yoki chiqish uchun senga ruxsat kerak emas. Sen istalgan paytda ketishing yoki qolishing mumkin. Tashakkur. Biror narsa bo'ldimi? Yuzarsif avval menga ancha mehribon va yaqin edi. Lekin endi u hatto menga bir qarab ham qo'ymayapti. Ishonchim komilki, bu uning odobi va istiholasi tufayli. U endi yosh bola emas. Chiroyli ayollarni yuziga qarashni odobsizlik va uyat deb biladi. Men uni bu xatti-harakatlarini haqorat deb bilaman. Ehtimol u Zulayxoni chiroyli ko'zlariga qarab sevib qolishdan qo'rqadi. Shunday emasmi? Siz har doim hamma narsani hazilga yo'yasiz. Aksincha, jiddiy aytdim. O'tli nigohlaring odamni eritib yuboradi. Yuzarsif va Zulayxoning xatti-harakatlari odatdagidek emas. Ular o'rtasida men bilmagan biror narsa bormikan? Kech bo'lib qoldi. Men charchadim. Dam olaman. Hech kim meni bezovta qilmasin. Siz hordiq chiqaring. Men shu yerda bo'laman, xonim. Keragi yo'q. Sen ham ketishing mumkin.
Allohim, men seni himoyangga muhtojman. Men ojizman. Shaytonning vasvasalariga qarshi sendan boshqa panohim yo'q. Ishlarni boshqarishdagi barcha muvaffaqiyatlarim va insonlarning mehrini qozonish qobiliyatim barchasi sen tufayli. Meni hech qachon yolg'iz qoldirma. Robbim, meni bu murakkab tuzoqlarga tushirma. Sendan boshqa madadkorim yo'q. Odobsiz, ahmoq. Mendan nima istaysan? Nega meni yolg'iz qoldirmaysan? Meni kechiring, xonim. Uzr so'rayman. Shunga majbur bo'ldim. Ko'rdingizmi? Men sizga aytgandim. U bizning xudolarimizga ishonmaydi deb. Men sizga uning g'ayridan ekanligini aytgandim. Haqiqatni ko'rishlari uchun biz bu yerga oliy rohib Anxmahu va Putifar janob oliylarni olib kelishimiz kerak. Agar sen Yuzarsifni e'tiqodi haqida biron bir so'z aytsang yoki uni hayotiga tajovuz qilsang, o'zim seni joningni olaman. Men Yuzarsifni o'lishini istamayman. Uni e'tiqod masalasi bilan ishim yo'q. Tushunarlimi? Lekin xonim, men sizdan tashvishdaman. U sizning e'tiqodingizga putur yetkazadi. Bunisi bilan ishing bo'lmasin. Sen xizmatkorimsan. Vazifang menga itoat qilish. Agar o'z bilganingcha harakat qilmoqchi bo'lsang, buni hoziroq ayt. Nima qilishni o'zim bilaman. Bosh ustiga xonim, bosh ustiga. Yuzarsif haqida hech narsa eshitmadim va uni ko'rmadim ham. Sizni ishontirib aytamanki, buni albatta sir saqlayman. Men ahmoq qo'lingizni sizga bir taklifi bor. Unga quloq tutasizmi? Nega Yuzarsif singari o'z xudolaringizdan yordam so'ramaysiz? Nega buyuk amondan bu muammoga yechim so'ramaysiz, xonim? Buyuk xonimga salomlar bo'lsin. Yarim kechada kelibsiz, nima bo'ldi? Biz ibodat qilish uchun keldik.
Ey buyuk Amon, agar Yuzarsifni o'zimga og'dira olsam, senga ko'plab qurbonliklar qilib, saxovatimni ayamayman. Meni sendan boshqa ilohim yo'q. Menga yordam ber. Axir uni sevaman. U meniki. Men uni sotib olgandim. U menga so'zsiz bo'ysunishi uchun biror narsa qil. Nima bo'ldi, xonim? Amon hozir uxlab yotibdi. Biz uni yarim tunda bezovta qilmasligimiz kerak. Bezovta qilmaylik. Agar siz meni xohishim amalga oshishi uchun ibodat qilsangiz, men sizga va Amonga ko'plab hadyalar berishga va'da beraman. Buni ertalab Amondan ham so'rashingiz mumkin. Men buni omonat sifatida olaman. Bu kecha Amon chiqishini istayman. Nega menga yordam bera olmasligingni bilmayman. Unga e'tiqod qiladiganlar ichida eng yuqori martabali ayolman. Xonim afandi, agar Amon sizga yordam bermaganida bunchalik hurmat va qadr-qimmatga ega bo'lmasdingiz, Amon sizga barcha misrlik ayollar va barcha saroy ahli ustidan hukmronlik maqomini ham berdi. Safsatalarni qo'y. Qanaqa ustunlik, qanday hukmronlik. U meni qulning ko'z o'ngida shunchalik kamsitdiki, go'yo uni bir qarashiga ham loyiq bo'lmagan balchiqdek his qilaman o'zimni. Saroy va shahar bekasi ekanligim menga bir pul. Baski, Amon menga shu ibroniy qul ustidan hukmronlikni tuhfa etsin. Shuni o'zi kifoya. Bu juda g'alati. Nega o'zingizni buncha ojiz ko'rsatmoqdasiz? Siz bu saroyning xonimi va Yuzarsif nomli qulning bekasisiz. Xo'jayin quli ustidan har qanday qaror bera oladi. Sevgisini so'rash o'rniga nega kuch va vakolatingizdan foydalanib ko'rmaysiz, xonim? Men uchun qul sevgisining qadri nimada? Menga u kerak. Va u shubhasiz menikidir. Itoatsizlik qilishga jur'at etolmaydi. O buyuk Amon, bu ibroniy qulga ega bo'lishimga yordam ber. Agar sen sig'inuvchinga mehribon bo'lsang va Yuzarsifga ega bo'lishimga yordam bersang, Amon ibodatxonasiga yuzlab oltin tangalar beraman. Bu xonani vayronkor holga keltir. So'ngra menga xabarini ber. Sitanen. Ammavacham Sitanen. Sitanen. Kesinning ovozi sizni bezovta qildimi, xonim? Yo'q. Men o'tib ketayotib, Kesining ovozini eshitdim.
Nima bo'ldi? Nega yig'layapti? Bilmayman. Uning qorni to'q, kiyimlari toza, biroq nega yig'layotganini ham bilmayapman. Bir g'alati ishni aytay sizga. Bir necha kun oldin Yuzarsif Kisinni erkalaganda, u darhol yig'lashdan to'xtab, hatto kula boshladi. Yuzarsifni erkalagan qo'llari hammani tinchlantiradi. Kechasi bu yerda nima qilyapsiz, xonim? Balki Kisin kabi meni ham uyqum qochgandir. Yuzarsifni shu yerga chaqir. U kelganida esa 7 ta eshikni ham qulfla. Tama, Tiame va boshqa barcha xizmatkorlarni bu yerdan nari yo'lla. Zulayho xonim sizni chaqiryaptilar. Siz boravering. Ortingizdan yetib boraman. Yaxshi, men 7 eshikning boshlanishida sizni kutib turaman. Ya Alloh. Meni yolg'iz qoldirma. Meni sendan boshqa madadkorim yo'q. Yana nima bo'ldi, Sitina? Kisin yana nega yig'layapti? Qancha yupatmay u tinchlanmayapti. Ehtimol u sizning qo'lingizda tinchlanar. Nega yupanmayapti ekan? Ehtimol uning yig'lashi va yupanmasligining boshqa sababi bordir. Ehtimol uning nozik qalbi qo'rqinchli voqeani bashorat qilayotgandir. Qo'rqinchli voqea sodir bo'ladimi? Demak, Kisin shu sababli tinchlanmayotgan ekanda.
Sen ko'rayotgan bu xona Zulayho va Putifarning juda aziz va yaqin mehmonlari uchun xos xonadir. Bu xonaga borish uchun biz o'tayotgan mana bu 7 eshikdan o'tish kerak. Bu eshiklarni kaliti faqat Zulayho xonimda bo'ladi. Bu Zulayho xonimning amridir. Zulayho xonimga salomlar bo'lsin. Sen meni qulim ekanligingni bilasan. Bu to'g'ri. Bilasanki, qul o'z bekasiga bo'ysunishi kerak. Men qachondir sizga itoatsizlik qilganmidim? Bugun ham menga itoat qilishing kerak. Buyuring, nima qilay? Men o'zimni senga bag'ishlamoqchiman. Men Allohdan panoh topaman. Mendan nima istaysiz? Xiyonat qilishnimi? Men sizga itoat qilaman dedim. Lekin xiyonat itoatkorlik degani emas. Mendan nima istaysiz? Seni istayman dedim. Turmush o'rtog'ingiz ko'p yillardan beri menga mehribonlik qilib yuqori lavosim berdi. Endi siz unga xiyonat qilishimni xohlaysizmi? Men ham senga mehribon bo'ldim. Siz va turmush o'rtog'ingizdan minnatdorman. Menga qilgan mehribonchiligingizga xiyonat va gunoh bilan javob berishimni kutyapsizmi? Sen mendan qarzdorsan. Senga ko'rsatgan yaxshiliklarimga javob berishing kerak. Qul sifatida menga itoat qilishga majbursan. Sizni menga mehribon qilgan zot mening yolg'iz Allohim edi. Sizdan ko'ra ko'proq unga qarzdorman. Senga yetishish uchun izzatimni yerga urdim. Bu niyatimdan voz kechmayman. Aslo voz kechmayman. Men esa oriyat va g'ururimni o'tkinchi lazzatga almashtirmayman. Bu sir ikkimiz o'rtamizda qoladi. Qanday qilib buni Allohdan yashira olamiz axir? Sen o'z xudoyingdan qo'rqyapsanmi? Men ham undan uyalaman. Bu muammoni yechimi oddiy. Uni ko'zlarini yopib qo'yamiz. Meni kechir buyuk Ammon. U endi bizni gunohimizga guvoh bo'la olmaydi. Men qudratli, hamma narsani ko'ruvchi va eshituvchi Allohdan qo'rqaman. Bir parcha metal haykalchadan qo'rqish ahmoqlik va kaltafahmlikdan boshqa Sen narsa meni emas. ahmoq va kaltafahm deb atayapsanmi? Men siz kabi yuzlab odamlarni oyoqlarim ostida ezg'ilayman. Sen hatto otlarimni go'ngini tozalashga ham loyiq emassan. Shunda sen buyuk Amonga sig'inishni ahmoqlik belgisi deb hisoblaysanmi? Men senga buyruq berdim va uni bajarasan. Aks holda seni shu yerga dafn ettiraman. Men sizga yolg'iz Allohimning buyrug'ini buzmaydigan darajada itoat qilaman xolos. Bo'ldi.
Eng yaxshi javob uni jazolash va ayni shunday javob qaytarishdir. Qattiq jazolash uni nafs va g'aflat uyqusidan uyg'otadi. Ey Allohning payg'ambari, bu Allohdan kelgan vahiydir. Biz seni hech qachon yolg'iz qoldirmaymiz. Zulayxoni jazolama, unga qo'l ko'tarish bilan javob qaytarma. Aks holda u bir necha daqiqadan so'ng Yusuf men uni xohishiga bo'ysunmaganim uchun meni zo'rladi deb aytadi. Shunda sen aybdor bo'lasan. Bu shaytonning tuzog'idan eshikka tomon qoch. Ey Allohning payg'ambari, bu Xudodan kelgan xabardir. Eshik tomon qoch. Eshik tomon qoch. Qochishni iloji yo'q. Sen itoat qilishga majbursan. Menimcha bu yerdagi vaziyatni kimdir tushuntirib berish kerak. Eshitaman. Kim tushuntiradi? Kim? Holimizga voy. Ko'ryapsizmi? Mehribonligimizga qanday javob berishmoqda? Xotiningizga qanday munosabatda bo'lganini ko'rdingizmi? Rafiqangizni nomusini toptamoqchi bo'lgan kishi uchun eng og'ir qiynoq va qamoqdan boshqa qanday jazo bor? Yo'q, Zulayxoning o'zi menga ishqiy munosabat taklif qildi. Men Yuzarsifning Zulayxo xonim oldiga g'arazli niyatda kirayotganini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Hojam, bilaman. Sizga qanday isbot ko'rsatsam ham menga ishonmaysiz. O'z sharafingizni saqlab qolish uchun ham rafiqangiz foydasiga hukm qilasiz. Hech kim Zulayxo xonimga qarshi guvohlik berishga jur'at ham eta olmaydi, chunki ular Zulayxoning g'azabiga uchrab, hayotlarini tahlikaga qo'ymaydi. Meni quyushqondan chiqarma. Aybdorni topishim uchun dalil va guvoh kerak. Aybsizligim uchun na dalilim, na mening foydamga guvohlik beradigan xizmatkorim bor. Unda aybdorsan. Buning uchun jazolanishing kerak. Men sadoqatsizlikda ayblanib bo'ldim. Lekin men sizga haqiqatni aytdim. U meni yoniga chaqirib, yo'ldan urmoqchi bo'ldi. Meni Allohdan boshqa guvohim yo'q. Sen Zulayxoni yotoqxonasiga kiribsan. Karim amo bunga guvohlik berdi. Zulayxo xonim aybdor ekanligini hamma biladi, lekin kimni ham guvohlik berishga jur'ati yetadi? Guvohing bo'lsa chaqir, gapingni isbotlasin yoki Mening Robbim hammasiga guvoh. Va meni yolg'iz qoldirsa, u menga juda qiyin sinov bergan bo'ladi. Siz bu qulning gaplariga ishonmaysiz, to'g'rimi?
Agar aybsizligingni isbotlay olmasang, hozirni o'zida qatl etilasan. Hojam, saroy yo'lagida Yuzarsif kelayotganini ko'rdim. U avval siz, hozir ovozi eshitilayotgan chaqaloq Kissin bilan biroz o'ynadi, keyin 7 eshikli xonadan o'tib, eshiklarni qulflab oldi. Men xonamda dam olayotgan edim. Keyin u tepamda turganini ko'rdim. Baqir-chaqir qilib yordam so'radim. U esa qochib ketdi. Rodamonni bu yerga chaqiring. Yuzarsif bu yerda jazolanishi kerak. Yo'q. Yo'q. Meni guvohim bor. Qani, kim guvohlik beradi? Hoziroq shu yerga chaqir. Albatta. Men hozir na meni taniydigan va na Zulayho xonimdan qo'rqadigan bir guvohni chaqiraman. U gapini to'tiqush singari gapiradi. Faqat kimga qarshi yoki kimga yon bosayotganini ham bilmaydi. U Zulayho xonimning qarindoshi. Uning guvohligi shubhasiz xonim foydasiga bo'lishi kerak. U kim? Jazolanishdan oldin uni bu yerga chaqiring. Mening guvohim shu yig'layotgan chaqaloq. Meni masxara qilyapsanmi? Siz uchun qilgan barcha xizmatlarim haqqi o'sha bolani bu yerga olib kelishingizni so'rayman. Chaqaloq guvohlik beradimi? Meni ammavachamni bolasimi? Muammo yo'q. Ayting, uni olib kelsinlar. Putifar hojamizga salomlar bo'lsin. Sitenen meni ammavacham va uni chaqalog'i Kissin. Undan guvohlik berishini so'rang. Kissin, gapir. Alloh senga nimani o'rgatgan bo'lsa ayt. Kissin, tilga kir. Men Robbimning so'zlarini uning izni bilan aytyapman. Agar ko'ylak old tomondan yirtilgan bo'lsa, Zulayho aybsiz, Yusuf aybdor. Agar ko'ylak orqa tomondan yirtilgan bo'lsa, Zulayho aybdor, Yusuf esa aybsizdir. Qanday qilib gapirding, Shirintoyim? Zulayho meni ko'z yoshlari bilan aldamoqchi bo'ldi. Albatta, ayollarning makri juda yomon bo'ladi. Seni ayblaganim uchun uzr so'rayman. Sen Zulayho va meni kechirasan deb umid qilaman. Bu voqeani abadiy sir saqlashingni iltimos qilaman.
Hech kim bu haqda hech kimga aytmasligi kerak. Agar kimdir buni oshkor qiladigan bo'lsa, u qattiq jazolanadi. Hammaga ruxsat. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi o'zi? Chaqaloq. Sen. Setenni chaqaloq. U gapira boshladi va hamma narsani oshkor qildi. Hech zamonda chaqaloq gapirganmi? Lekin u gapirdi. Lekin u qanday gapira oldi? Bilmayman. Yuzarsif undan so'radi. So'ng gapira boshladi. Chaqaloq, men Robbimni izni bilan gapiryapman dedi. Bu sehr jodu. Bu haqiqat bo'lsa ham sehrdan boshqa narsa emas. Yuzarsif saroy ahli singari o'sha chaqaloqni ham jodulab qo'ygani aniq. Bu chaqaloqdan boshqa hech kim menga qarshi guvohlik berishga jur'at etolmasdi. Bu sehr jodu. Yuzarsif jodugar. U o'tda kuydirilishi kerak. Bas qil, Karimoma. Eshiklar qulflangandi-ku, xonim. Qanday qilib qochib qutula oldi? Bunga aql bovar qilmaydi. U qulflarga tegib ham qo'ymadi. Ammo eshiklari ochilib ketdi. O'z-o'zidan, men sizga uning jodugar ekanligini aytgandim-ku. U jodugar, podugar emas. Uni bolaligidan katta qilganman. U hech qachon sehrgar yoki jodugarga bormagan. Lekin bu eshiklar, ana bu chaqaloq. Chindan ham. Yuzarsif kim? Sitanen, Labbay hojam. sen qanday gapirding? Haliyam ishona olmayapman. Bu yerda sen nima qilyapsan? Nega saroyga kelganding? Men Memfisdan Zulayxoni ko'rgani kelgandim. Bunaqa voqea bo'lishini bilganimda aslo kelmagan bo'lardim. Sen ammavachchang Zulayxoni ko'rgani kelgansan. Buni yomon joyi yo'q. Senga va chaqalog'ingga rahmat. Agar sizlar bu yerda bo'lmaganingizda, men Zulayxoni gapiga aldanib, bir sofdil yigitni umriga zomin bo'lgan bo'lardim. Bolajonim, o'zimni qanday qilib gapirding? Zulayxoni qanchalar jahli chiqqanini tasavvur ham qila olmaysiz. 6 oylik chaqaloq tilga kirdimi? O'z quloqlarim bilan eshitdim. Agar bu narsa hamma joyda tarqalsa nima bo'lishini bilasizmi?
Aytishlaricha Zulayho uni anchadan beri sevar ekan. Men bunga saroyda guvoh bo'lgandim. Yuzarsif haqida gapirganda Zulayho juda xafa bo'lib ziyofatni tark etib ketgandi. Bu voqea hozir shaharda duv-duv gap bo'lgan. U shunchalik mag'rur va dimog'dor ediki, qancha erkaklar unga gapirishga yuragi betlamasdi. Endi u qulni oyog'iga yiqilibdimi? Misrning buyuk xudosi Amonning xotini va ibodatxona ma'budasining ishqi bir cho'pon qo'liga tushibdi kelib. Bu sharmandalik-ku. Buni Anxmaxu bosh rohib ham bilishi shart. Zulayho va Putifar bu hodisadan osonlikcha qutulib ketmaydi. To'g'ri. Putifar va Zulayhoning nomusi va qadr-qimmati ushbu voqeaga albatta bog'liq bo'ladi. Men senga meni bezovta qilmanglar deb aytganmidim? Yo'qol bu yerdan.